Bugun sizlar bilan tushunib yetganingizda Formula 1dagi top 5 memlar haqida gaplashamiz. Ular o'zi qayerdan, qanaqa qilib va qachon kelib chiqqan? Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. 5-o'rin. Max Verstappen va butun Formula 1 ahli yoqtiradigan eng yoqimli qo'shiqlardan biri. Menimcha buni hali ko'pchilik bilmasa kerak, lekin aynan mana shu qo'shiqni Kevin De Bruyne bilan bog'liqlik joyi ham bor. Ya'ni ular uchun bitta melodiya orqali musiqa yozilgan. De Bruyne versiyasini esa ko'pchilik juda ham yaxshi bilishadi. Formula 1 ga adaptatsiya qiladigan bo'lsak, Fernando Alonso bo'ladi. Savr bilan videolar yanada maroqliroq. Bu melodiya 2003-yilda Seven Nation Army tomonidan yozilgan va Dutch, ya'ni Niderlandiyalik Max'ning og'aynilari shu melodiyani tune qilib Max Verstappenga juda ham chiroyli qilib moslashtirishgan. 4-o'rin. Yana bir music mem, legendlardan biri Smooth Operator. Max Verstappendan o'laroq bu mem Carlos Sainzning o'zidan kelib chiqqan. Great job. Smooth operator. Smooth operator. Ayniqsa YouTube'da Smooth Operator deb qidiradigan bo'lsangiz, qo'shiqni asl versiyasidan oldin Carlos Sainzning qalin qo'shiqlari kelib chiqadi. Bu jozibador qo'shiq haqida gapiradigan bo'lsam, o'tgan tarixga biroz nazar solishimiz kerak bo'ladi. Smooth Operator Said tomonidan 1984-yilda birinchi marotaba kuylangan. Saidni esa ko'proq aynan mana shu ashulasidan juda ham yaxshiroq tanishingiz kerak. I remember his hands and the way the mountains look. 3-o'rin. Okay, Lewis, close that gap as much as you can. It's hammer time. And he's going to try and make that lunge, and he does make that lunge down the inside. Lewis Hamilton, that is the best move of the lot. Comes the chicane. Goes for... O'ylashimcha, bu memni ko'pchilik unchalik ham yaxshi tushunmasa kerak. Ayniqsa Formula 1 ga endi kirib kelganlar. Sababi buni tarixi biroz chuqurroq. Ayniqsa Lewis Hamilton o'zi bu haqda intervyuda gapirib bergan. Gap shundaki, u radioga chiqib, "Okay, Lewis, bosish vaqti keldi" deydi. Juda ham g'alati. Chunki nima demoqchisan, men allaqachon bosib ketyapman va Bonoga aytdim. Agarda sen qachonki Hammer Time deganingda, bu shuni anglatadiki, faqatgina pit qilishimdan oldin bir necha aylana qolmoqda. Balki 1, 2 yoki 3 aylanadi. Shu paytgacha men shinalarimni asragan bo'lsam, endi bosish kerak. Oxirgacha, ya'ni bor imkoniyatdan foydalanish kerak. Hammer Time shu ma'noni anglatadi. Endi Hammer Time'ni o'zimizning tilga o'giradigan bo'lsa, bos gazini oxirigacha yirtib tashla degan ma'noni berish mumkin. Qandaydir ma'noda bu maxfiy signal Bono tomonidan o'ylab topilgan, balki boshqacha yuzaga kelgandir, lekin baribir ham birinchi marta Bono buni ishlatishni boshlagandi. Bono haqida gapiradigan bo'lsam, Mercedes Formula 1 jamoasining Lewis Hamilton uchun ishlaydigan poyga injeneri, uzoq yillik qalin do'st desak ham bo'laveradi. Hammer Time signali asosan pit strategiyalari ishlashni boshlaganida berilgan. Ya'ni pit davomida boshqalarni quvib o'tish uchun, undan tashqari eng tez aylana qayd etishda va oradagi bo'shliqlarni kamaytirish yoki ko'paytirish vaqtlarida ishlatilgan. 2-o'rin. I am stupid. Leclerc menimcha aynan mana shu mem yana ham mainstream darajasigacha ko'tarib yubordi deb o'ylayman. 2019-yil Ozarbayjon, Baku va o'sha mashhur 8-burilish saralash bosqichi. Ikkinchi segment vaqtida sholiklar juda ham odatiy holda 8-9-burilishlar boshlanishdagi qal'a devoriga borib uriladi va radioda I am stupid, ya'ni men ahmoqman deb gapiradi. Shundan so'ng ko'plab memlar va hazillar tarqalishni boshlaydi. Mayli tan olaman, shunchaki Leclerc'ni yaxshi ko'rganim uchun 2-o'ringa qo'yib qo'ya qoldim. Va bizada 1-o'rinda Nothing, Just an Incident. What's happened with Max? Nothing, just an incident on the race. Chiaramente molto più
Shaxsan men uchun bu mem birinchi o'rinda turishi kerak. Boshqa bir formula memlarni to'g'risi birinchi o'ringa umuman yaqinlashtira olmasam kerak. Если что-ga yana bilmadim, faqat so'kmasdan kommentariyada yozib qoldiringlar. Qaysi memni birinchi o'ringa qo'ysak bo'lardi? Bu mem WSK Euro Series Kiev 2 da 2012-yilda sodir bo'ladi. Bu Formula 1 karyeralaridan oldingi yuqori darajadagi karting musobaqalari hisoblanadi va Leclerc bilan Max allaqachon o'sha vaqtda yoshliklarida bir-biriga qarama-qarshi kartingchilar edi. Maxni endi bilsanglar kerak, tomirida vikinglar qon oqadi. O'sha vaziyatni adrenalin bilan to'lib toshib, qizarib, emotsiya bilan gapirib beradi. Leclercga keladigan bo'lsak, u baribir fransuzlarga tortadi. Fransuz aksentida incident deb yuborgani ko'pchilikning e'tiboriga tushadi, ayniqsa juda ham ko'p mainstream holatiga keladi. Bu vaziyatda endi baribir u juda ham spokойный bo'lganligi uchun o'ylashimcha aynan mana shu holatni mem darajasiga olib chiqdi. Agarda bu video sizga yoqgan bo'lsa, albatta like bosish esingizdan chiqmasin. Formula 1 communitysi, Formula 1 community'dagi do'stlarni orttirish uchun Telegram kanalimizga va YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Aytgancha biz Formula 1 Grand Prix'larni ham o'zbek tilida har hafta jonli efirda sharhlab boramiz. Shaxsan Maktoshi birgalikda sizlar bilan Grand Prix'larda ko'rishganda ko'rishguncha.